Oxirgi kunlarda dunyo siyosatida intriga kuchaydi. Axir ertagayoq Putin, Zelenskiy va Trump Istanbulda uchrashishi, bu uchrashuv sodir bo'lsa, Ukrainadagi qirg'inbarot tugashi mumkin. Videoda ushbu ehtimoliy uchrashuv haqida gaplashamiz. May kuni Turkiyada o'tajak uchrashuv juda qiziq tashkil bo'ldi. Bu uchrashuv atrofida haqiqiy bayonotlar jangi sodir bo'ldi. Demak, nimadan boshlandi? Avvalga Vladimir Putin 10 may kuni yarim kechasi bayonot berishi aytildi. Rossiya propagandasi Putinning chiqishi Amerikadagi prime time'larni portlatishini aytdi. Bilasiz, Putin aynan Amerikada hamma televizor ko'radigan vaqtda chiqish qilishni yoqtiradi. Xullas, yarim kechasi xorijiy va mahalliy jurnalistlar Kremlda Putinning chiqishini kutishdi. Bu matbuot anjumani bo'ladi deyishgandi, lekin Peskov Putinga hech kim savol bermasligi, faqat u gapirishini aytib qoldi. Keyin Putin chiqib Ukrainaga 15 may kuni Turkiyada to'g'ridan-to'g'ri muzokara o'tkazishni taklif qildi. Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Shu tariqa birinchi qadamni Putin tashladi. Ko'p o'tmay Donald Trump telefonni oldida Truss ijtimoiy tarmog'idagi posti orqali ishga kirishdi. Ukrainadan Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri uchrashish taklifini qabul etishni talab qilaman, dedi Trump. Ya'ni AQSh prezidenti nodir metallar bo'yicha strategik kelishuv imzolanganidan keyin ilk marta Kiyevga ochiq bosim qildi. Endi navbat Zelenskiyga kelgandi. Bayonotlar jangiga yakuniy nuqtani Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy qo'ydi. Ruschasiga aytganda bu chinakam jирный точка bo'ldi. Payshanba kuni Istanbulda Putinni kutaman. Ko'ramiz, Rossiya bugun qanday bahona topar ekan, dedi Zelenskiy. Bu juda kuchli chiqish bo'ldi. Zelenskiy ochiqchasiga Putinni yakkama-yakka uchrashuvga chaqirdi. Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции, и я ожидаю Путина в Турции, лично. И надеюсь, что Путин в этот раз не будет искать причин, почему он чего-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция. Президент Трамп поддержал, все лидеры поддерживают. Все лидеры поддерживают. Ukraina prezidenti keyinchalik bir necha bor chiqish qilib Putinga bosim qildi. Putin men bilan yakkama-yakka gaplashishga qo'rqadi, dedi Zelenskiy. Putinga sen mendan qo'rqasan deyishganini shaxsan men faqat Aleksey Navalniydan eshitganman. Davlat rahbarlarini-ku qo'yib